Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, blog yurg'izishdan maqsad manfaatli video bo'lsin, sizlarga bir foydasi tegadigan bir video bo'lsin deb mahsulotni qay darajada qatiga e'tibor bersanglar, sifatli va sifatsiz mahsulotni ko'ra bilishinglar va tanlab bilishinglar. Juda ham ko'p norozichiliklarni eshityapman. Rosa ko'p odamlar bizga kelyapti, adashganlar. Qilgan zakasi, aytgan narsasi aytganidek bo'lmayapti. O'zi xohlagan mahsulotni ola olmayapti. Interjetlarning hisobiga hozirgi paytda pul topish ham oson bo'lmayapti. Maqsad qildim men именно mana shu bizani soha bo'yicha xalqqa maksimalniy darajada life hacklar, sifat degan metallический ish bo'yicha shu temir sohasida, ya'ni o'sha darvoza yasatyapsizlarmi, perilami, reshotkami farqi yo'q. O'sha nima temir jihoz yasatsanglar ham o'sha temir jihozni именно qaysi etapiga va nimalarga e'tibor berishlarini va cho'tki podrobniy tushuntirib boraman. Va qaysi momentda ishlab chiqaruvchini sexigami, zavodigami tashrif buyurib o'z tovarini ko'rib olish mahalligacha yetib bera olayman. Bu bilan men o'zimnikini zo'r, kimnikinidir yomon degan maqsad emas, menda haq yo'q, haqiqat. Men nimaga sifatiga уверенный bo'lib aytib bera olayman, mana shu mahsulot yaxshi deb уверенный aytib berishimning sababi, hop, men shu sohaga 3 yil bo'lgan bo'lsa, kirib kelganimda aytolmani juda ko'pini ko'rdim, juda ko'pi bilan ishladim. Turli xil svarshiylar bilan ham ishladim. Eng zo'rlari bilan, professionallari bilan. Xudo xolasa hammaga manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Chunki pul o'zimiz peshona terimiz bilan topamiz. Pul topish ham hozirgi zamonda oson emas. Men o'ylaymanki, maksimalniy darajada podderska qilib kuzatib tursanglar, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun, doimiy ravishda kuzatib borish uchun podpiskani bosib qo'yasizlar. Maksimalniy podderskada bo'lsanglar, xudo xolasa hammanglarga foydali va manfaatli bo'lgan video qo'yib boraman. Hammaga sog' salomatlik, ishinglarda rivoj, barokat, hech qachon adashmaslik hammamizga Allohim halolidan bersin.